Xnes'dan pul yiyish osonlashdi. Bildingizmi? Assalomu alaykum, P-Factor'dir jamoasi. Bugun sizlarga Xnes'dan pul yiyish osonlashganligini ko'rsatmoqchiman. Biz shu bir hafta davomida yaxshigina daromad qildik. Non puli, choy puli chiqdi. Shu pulni sizga 2 yo'l orqali ham plastikka, ham Binance'ga yechgan holatda chiqarish yo'llarini ko'rsatib o'taman. Video ostiga siz uchun o'zimizning partnyor silkamizni qoldiramiz. Sizga partnyor masalasi bo'yicha hech qanday muammo yo'q, qandaydir spritlar yoki komissiyalar oshib qoladi degan narsalar ham yo'q. Bu YouTube kanalimiz, Shoh Trader kanalimiz. Bunda biz Xudoga shukr, sizlarni qo'llab-quvvatlashlaring sababli, obuna bo'lishlaring sababli o'sib bormoqdamiz. Yana bir narsani iltimos qilib qolgan bo'lardim. Yanada bizga podдержка qiling, kommentariyaga o'zingiz uchun nima muammo bo'lib turgan bo'lsa yoki nima qiziq bo'lib turgan bo'lsa yozib qoldiring. Telegram orqali aloqaga chiqishingiz ham mumkin. Sizlar bilan birga biz ishlashga tayyormiz. P-Factor'dir jamoasi bilan birgalikda albatta. Xnes brokerdan biz shu kungacha qilgan, ya'ni bir haftalik dushanbadan jumaga qilgan bir haftalik daromadimiz $450 bo'ldi. Bu daromad o'zi. Birinchi o'rinda plastik orqali chiqarishni ko'rsataman, ya'ni Visa kartaga chiqarishni ko'rsataman. Siz o'sha akkauntingizga kirib olganingizdan keyin sizga mana bu nuqtada shot raqamingiz turgan bo'ladi. Mana bu nuqtada ham siz yechib olish imkoniyatlaringiz bor. Bu nuqtada ham yechish imkoniyatlaringiz bor. Mana bu o'ng tomonda turgan yo'nalishlarda esa siz o'zingizga kerakli narsalar qilishingiz mumkin. Shu $405 dan $200 Binance'ga, $205 plastikka chiqargan holatda ko'rsataman sizlarga. Birinchisi eng osoni va o'sha qulayligi, afzalligi oshgani. Oldinlari siz eshitgan bo'lishingiz mumkin, Xnes'ga plastik orqali pul tiqsangiz, o'sha pulingiz limit bo'lib qoladi yoki o'sha pulingizni chiqarmoqchi bo'lsangiz refondga tushadi, kamida 3 kunda tushadi. Shanba, yakshanba bank ish yo'q bo'lganligi uchun dushanba kuni, ya'ni 4 kun, 5 kun, bir haftalab qolib ketadi degan narsalar eshitgan bo'lishingiz mumkin. Endi hozirgi kunda u narsa yo'q. Olib tashaldi. Yangilik. Siz bemalol Xnes'da xohlagancha pul tiqib, xohlagancha pul chiqarib ishlashingiz mumkin. Biz o'sha kirgizgan pulimizni chiqarib olamiz. Pul yechishga knopkani bosamiz. Mana bu yerda xohlagan yo'lanishingiz orqali oldin biz mana shu kartalardan pul solganmiz, shu karta orqali chiqarishingiz mumkin yoki Binance'ga, ya'ni TRK20 orqali, Bitcoin orqali, Binance Pay orqali hokazo narsalarga chiqarishingiz mumkin. Ichki tranzaksiya qilishingiz ham mumkin yoki bu Xnes'dan boshqa Xnes foydalanuvchining akkauntiga pulingizni o'tkazib yuborishingiz ham mumkin. Ozgina qisqacha tushuncha berib o'tsak, biz hozir oldin pul qo'ygan plastik orqali pulni chiqara olamiz. Bir narsani unutmang, siz plastikdan pul chiqarmoqchimisiz, oldin o'sha plastikdan pul kiritgan bo'lishingiz kerak. Shu plastik ustiga bosamiz va biz mana bu MetaTrader shot raqamimizdan pul yechmoqchi ekanligimizni ko'rsatyapti. Mana bu joyda miqdorni yozing deyapti. Biz $200 da yechishni xohlaymiz va shu sariq knopkani bossak, kengaytirib o'tamiz. Eslatib o'tmoqda, adashib ketmasligimiz uchun mana bu plastik kartaga, mana bu MetaTrader shot orqali va mana shuncha miqdorda siz pul chiqarmoqdasiz. Bez komissiya demoqda. Pul yechishga komissiya yo'q bu Xnes'da. Va sal bo'lsa ham qulayliklarni gapirib o'tib ketay. Birinchi o'rinda pul yechishda komissiya yo'q. Pul qo'yishda komissiya yo'q. Va bunda standart pro shotlari bor. No spread degan shotlari bor. Bemalol kichik spretlar bilan savdo qilishingiz mumkin. Qo'shimchasiga kundan kunga bitim qolib ketgan bo'lsa, swap ham olmaydi. Shu darajada 100% mukammal broker deb maqtay olaman. Yana bir narsa, bu brokerni o'zim 3 yildan beri foydalanib kelmoqdaman. Bir muammo bo'lsa, sizlar bilan birga uni hal qilishimiz mumkin bo'ladi. Ishonaman desiz login parolingizni bering. Bo'lmasam siz bilan onlayn chat holatda o'sha ishlarni amalga oshirishimiz mumkin. Buni dilerlarni O'zbekistonga olib kela olmayapmiz, sababi hozircha bular bizning rejamizda yo'q demoqda. Biz mana bu sariq tugmachani bossak, keyingi etapga o'tamiz.
mana bu joyga chiqdik. Siz qaysi yo'l orqali deyapti. Biz pastda ikkinchisi tekst kod orqali olishni xohlaymiz. Birinchisi ilovada orqali siz qilishingiz mumkin. Man AutoCAD'ga ulab qo'yganligim uchun AutoCAD'dan kodni olaman. Bu 15 sekundlik kod degani, birrov ko'rsatib o'taman. Mana bunday 15 sekundlik kodlar bo'ladi. Mana shu kodni bu yerga yozsangiz, bemalol nima qilaverasiz. Agar siz Gmail pochta orqali yoki hozirgi kunda telefonga SMS bo'lib kelmaydi, Telegram orqali kod olgan bo'lsangiz, 1 soatda 1 marta kod keladi. Agar bunday AutoCAD'ga o'tkazib olsangiz, AutoCAD'ning bitta qulayligi, siz bunga Gmail pochtangizni ulash imkoniyatingiz bor. Ulasangiz, ertadan keyin bu AutoCAD o'chib ketsa yoki telefoningiz yo'qolsa, shu Gmail pochta orqali yana o'sha kodlarni tiklab olsangiz bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mabodo hech narsani tiklay olmasangiz, Xness brokeri bu kodingizni almashtirish uchun qo'llab-quvvatlash markaziga yozgan holatda o'zgartirish imkoniyatini beradi. O'z shaxsingizni tasdiqlasangiz bo'ldi, sizga o'zgartirib beradi. Hozir men kodni kiritaman. Va kodni kiritdim. Bu yerda sariq tugmacha bosish yo'q. O'zi kod to'g'ri deydi yoki haligida qanday noto'g'ri kod terdingiz deydi va bo'ldi, qabul qilindi, avtomatik tarzda pulingiz yechildi deb ko'rsatadi. SMS mana 1 minutda pul tushib bo'ldi. Mana bu joyda esa mana biz zevki berganimiz, Xness broker zevkani ko'rib chiqqanligi va bizning shotimizga pul tashlab berganligi. Mana buni esa amalga oshdi, bajarildi degani. Mana shu biz Xness shotimizdan Visa kartaga chiqarganligimiz haqida isbot. Xnessdan foydalaning, siz uchun qulayliklari juda ko'p. Video ostiga siz uchun o'zimizning partnyor silkamizni qoldiramiz. Sizga partnyor masalasi bo'yicha hech qanday muammo yo'q, qandaydir spreadlar yoki komissiyalar oshib qoladi degan narsalar ham yo'q. Glavniysi ko'pchiliklar aytib yuborgan. Siz minus qilsangiz, ma'lum bir qismini mana shu partnyor degan odamga tashlab beramiz degan gap so'zlar tarqab ketdi. Yo'q, unday emas. Hech bir partnyor sistema bunday ishlamaydi. Faqatgina men sizni shu brokerga mijoz qilib olib kirganligim uchun broker menga xuddi qo'shimcha xizmat haqqi to'laydi. Sizdan hech narsa ketmaydi. Prosta men sizni aytgan mijoz qilib olib kirganligim uchun menga xizmat haqqi to'laydi. Bu brokerdan muammolar bo'lsa, sizlarga men yordam bera olaman. Qo'ldan kelgancha albatta. E'tiboringiz uchun rahmat. Pastdagi Telegram va Instagram akkauntlarimizga obuna bo'ling. YouTube'ga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan doimiy ko'rishguncha. Rahmat.